Ayibxon, yaxshimisan, charchamayapsanmi? Oqarg'ida qurilayotgan bitta ikkita obyektlarimiz bor. Ma'lumotlarni video qilib tashlab qo'yaman. Shuni maksimum tezlashtirib bering. Oqarg'i Trismerka orqasidagi mahalladamiz. Ikkita kottejimiz bor. Bunisi 300 kvadratligi, bunisi 280 kvadratli. Buni birinchi etaji 150 kvadrat, tepasi 150 kvadrat, to'rxona, ikkita sanuzel. Har bitta etajda bittadan sanuzel bor. Pastda 4 ta xona, tepada 4 ta xona bo'ladi. Ikki etajli do'ppi qilib yopib beriladi. Fasadlari bitirib berib, korobka holatda topshiriladi. Yer maydoni deyarli 5 sotix atrofi bo'ladi. Bunisi 280 kvadratli zdaniyanniki bo'ladigan bo'lsa, bu ham 2 etaj, tepa past 4 tadan xona, 8 xona общий, bunda ham ikkita sanuzel bor. Buni yer maydoni 4 sotix bo'ladi. Oldidan 8 metrli daroshka bo'ladi. Bu hovliga kirib o'tgani. Keyin to'g'ridagi uy turgan zdaniyamiz sotiladi. 7 sotix yer joyi bilan. Yerni narxida berib yuboriladi. Bu joylarda yer narxi 10 ming atrofi bo'ladi. Xohlasa buzib o'zi boshqa uy quradi. Xohlasa shu uyda remont qilib yashasa ham bo'ladi. Bu kottejlarimiz 100 mingdan narxlashyapti.